qishda ham qarsillab turadigan bodring tuzlamani bugun oyijon usullarida sizlar bilan bo'lishaman. Ishoning, ixlos bilan qilsangiz bittasi ham o'tmaydi. 10 yildan beri shu retsept asosida yopamiz. 2 kun quyoshda steril bo'lgan bankamizga avval xiring barglari 3-4 chesnok, qora murch donachalaridan 3-4 ta, kamida 4 soat suvda oqizilgan bodringlarimizni bir tekis qita qilib olamiz. Qaynab shaqilab turgan suvlarimizni solib, xohishga ko'ra bitta-bittadan qalampir solib chiqamiz. 20 minut shu qaynoq suvda qoldiramiz. Pomidor mikrovkadan chiqarib 20 minut qaynatib, sal sovigandan keyin shunaqa setkadan o'tkazib olamiz. Soklarimiz tiniq, chiroyli bo'lishi uchun. Keyin yana sokimizni qayta solib, yana bir qayta bitta qaynatib yoramiz. 20 minut qaynoq suvda turgan bodringlarimiz suvni bitta-bitta ag'darib chiqamiz. Endi boya bitta bir qayta qaynab chiqqan soklarimizni tiniqqina qilib ustidan quyib, 1 qoshiq tuz, ketidan 1 qoshiq shakardan solib chiqamiz. Qopqonlarimizni chala yopib, umuman o'tmasligi uchun shunaqa qaynab shaqilab turgan suvga solib, yana 10 minut o'rtoqlovda qaynatib, ustini yopib, steril qilib olamiz. 10 minut qaynab chiqqan bankalarimizni bu yoqqa olib, ustini ochib, 1 qoshiqdan sila uksus solib, ana endi mahkam qilib, qattiqqina qilib yopib olamiz. Retsept uchun oyijonni duo qilib, menga obuna bo'lib qo'yarsiz-a.